Bugun sizlar bilan Conor bilan Habib demoqchi edim, lekin Habibni topa olmadim. Shuning uchun Conor aytdim, men bir kishi bilan emas, ikki kishi bilan ham urushib beraman deb katta gapirib qo'ydi. Tildan ketib qoldi. Davay dedikda bitta securityimiz o'zini akasi Hasanboyga olib keldi. Hasan securitylarimiz bugun Conorga qarshi urushadi. Ya'ni 1 ga 2. Men aytdim Conorga aytdim, "Ey, uka dedim, bu ikki dedim, bir nima qilib qo'yadi, chataragini yirib yuboradi" desam, "Ey" dedi, "Men dedi Conorman vobshe" dedi. "Bo'ldi, davay, men jang uyushtiraman" dedim. Davay bo'lmasam jangni boshlaylik, ko'p kutirib qo'ydik bularni o'zi ko'p gapirib. Sol bir-birlaringni. Boshlandi jang. 2 ga 1 qasam shu. Yet tova doldir bir-birlaringni urmaysan, ey. Ten, ey. Conor dur. Conor ukangni uryapti. Hakam mana tentak hakam bilan urushyapti. Hakam bilan urushma, bor, akangga yordam ber, doldir. Bu akasiga yordam ber desa, akasini qo'shib uryapti bu. Ey! Bu Abalmi aralashmayman. Men bu bitta security'miz qonga belandi. Chunki bu bitta o'zi 2 ga 1 urushyapti. Ana endi bo'ldi, ana endi balans bo'ldi. Balansga kirdik. Sol. Mana nima qaltirayapti? Ey, tentak ukangni urding. Oyoq qisilib qoldi. Oyoq qisilib. Oyoq. To'xta. Ta'taki o't. Bor yordam ber. Qo'li uryapti bu. Conor ham yiqildi. Conor ham yiqildi. Hop. Oy, ana bo'lmasam. Conor cho'ta. Oy, men bu ko'zi qonga to'lib ukasini ko'rib, voy, tashqariga chiqarib yubordi mana uni. Voy! Ana tashqarida qolib, voy! Mana nima bo'lyapti mana? O'zbegim go'zallari, ha. Sochlari sana. Ha, bo'ldi. Tashqariga chiqib qoldi mana u. Conorda taktikasi yomon bo'ldi-da. Ikkinchisini tashqariga chiqarib olib, birinchisini uryapti. Qo'yil lekin ey. Bunaqa buni ham chiqarib yuboradimi deyman. Uy, Conor. O'zing o'pa. Men hali ham tashqarida turibman. Bo'ldi. Yutdi bu. Ukasi qappas orqasini uraman deyapti. Seni akang tashab qochdi, ko'rdingmi? Ko'rdingmi? O'na, tashab qochdi seni. Sen bitta o'zingni tashab qochdi. Parod qildi. Conor yutdi. Aka. Bu urushmaydi, bu chiqmaydi endi bo'ldi. Hoppa, lady bilan gentlemenlar, hammalaringizga assalom. Conor nima gap? Tinchmisan? Sizlarga zo'r yangilik. 200 mingta bo'lganimiz munosabati bilan shu ko'zimdagi ochkini, ya'ni xuddi shu sizlarga meni tanitgan VR ochkini sovg'a qilib yubormoqchiman. Shunday, o'zim yonida shunday berib yubormoqchiman. Nima deysan? Kam deysanmi? To'ppa-to'g'ri gapirding. Bitta VR ochki kam albatta va buni yoniga qo'shib qochyapsan. Maki, faqat gapirmay turib, aralashmay tur. To'ppa-to'g'ri bitta VR ochki kam va shu sababdan sizlar yonlarga o'zimni merchimdan, yangi ochilgan merchimdan bayram davom etadi degan eksklyuziv 10 ta hudilarni qo'shaman va ularni ham yaniga pulli sovg'alarni ham qo'shaman va bu konkursda bombasi bo'ladi. Oy, jim tur. Shu sababdan men sizlarni oranglardan homiy qidiryapman. Kimda kim homiy bo'lmoqchi bo'lsa, mana shu profilga aloqaga chiqarasizlar. Ular o'zlari batafsil sizlarga tushuntirib beraveradi. Bizda bo'lsa bayram davom etadi. To'g'rimi, Conor? Bo'ldi, bu cho'kaladi bu. Nima yomon bo'ladi lekin konkursdan. Conor, ketdi uka, bo'ldi. Bo'ldi, men hamma yo'lda aytib bo'ldim, e'lon qilib bo'ldim. Konkursda bir yomonidan bo'ladi, kallangizni tuzatamiz ham. Menga qara. Yaxshi bo'lib ketasan.